Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hop, bugun go'shtlarimizni ko'rib qo'yasizlar. Hammasi buqani go'shtlari. Bir-biridan go'shtlar. Go'shti bozor nomeraning go'shtlari. Sizlarga kesib ko'rsatib beraman go'shtchilarni. Bitta baho berib qo'yasizlar go'shtga. Mana go'shtlarimiz. Yana bitta kelsangiz. Negativchiligi bitta zo'r bo'liniga sotib deyapman aka. Qolagan bo'ligingizni yoramiz. Mana sizlar uchun mashinasini ekishamiz. Xohlagan bo'ligingiz kesamiz. Bular hammasi buqa mana. Mana go'shtlarimiz. Bular hammasi buqani go'shti. Go'shtga baho berib qo'yasizlar. Bunaqa go'shtlar Chorsu bozor o'zida ham 99% kesib bermaydi. Biz kesib beramiz 120 ming so'm, 10 kiloga yaqin atrofda dastavkalar bor. Yaqinlarga uzatib qo'yasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Sveji go'sht, unaqa yaxlagan Pokiston, Hindiston emas. E'tiboringiz uchun rahmat.